Men uylanganman. Bu gapini qara. Jinnimisan? Qanaqa uylanasan? Akamning ham xabarlari bor. Zakisdan ham o'tganman. Nikoh ham o'qitdim. 1 oydan oshdi. Meni kechiring onam. O'rtog'im deb aldagandim kasalxonadagi odam. Aslida Layli kasalxonada edi. Oyi, bo'ldi. Oyi, qo'ysangizchi. Ona, bo'ldi. Bo'ldi. Ona, bo'ldi. Bo'ldi. Kechiring meni onajon. Iltimos, kechiring meni ona. Onang o'ldimi? Bo'ldi. Onang o'lganmi? Ha? Onang o'lmadi. Bu narsani onasiz o'tkazdingmi, bolam? Onang o'ldi, bolam. Unaqa demang. O'ldi onang. Tirikmasman, bolam. Shunaqa narsani ham mendan yashirasizlarmi? Unaqa demang onam. Bo'ldi, gapirma. Sen uchun men yo'qman. Sen uchunim. Uyimdan chiqib ketlaring. Qorangni ko'rmay chiqib ket. Ko'zimga ko'rinmalaring. Meni bolalarim yo'q. O'g'illarim yo'q. Unaqa demang ona. Sizlar uchun o'lganman. Endi bemalol o'lsam ham bo'ladi. O'laman. O'ldim hisob. Ko'zimga ko'rinmalaring, yo'qolaring. Yo'qol. Ona. Ona dema. Chiqib ket. Sen ham chiq. Ketlaring. Bu uyga ikkinchi qadam bosmalaring. Senlar uchun men yo'qman. Chiq. Bu qanday taqdir? Bu qanday taqdir? Onaga aytmasdan uylanish bunga chidab bo'ladimi? A? Chidab bo'ladimi? Chidab bo'lmaydi-ku. Chidab bo'lmaydi. Nima qilamiz endi? Qattan bilaman. Sen aybdorsan hammasiga. Sen deb oyim meni ham haydadilar. Hazillashdilar menimcha. Baribir kirg'izarlar-ku. Yig'lab hazillasharlarmi oyim? Ko'rmadingmi vajohatlarini? Anchadan beri ko'rmagandim bunaqa oyimni. Menimcha oyim hozir rol o'ynadilar. Shu narsaga qattiq ishongim kelyapti.
Bizasiz baribir yasholmaydilar. Meni ham kechiradilar. Kelinlarni ham qabul qiladilar. Men senga aytgan dedim, ha? Mayli. Hovurlardan tushsalar xabar berarsiz. Men bora qolay. Qayerga borasan? Xotinim uyiga. Hozir yig'lab yuboray deb gapiryotding-ku. Ketyapsanmi darrov xotiningnikiga? Uni ahvolini bilasiz-ku. Mabodo mazasi qochib qolsa, oldida hech kim yo'q. Senga qiyin. Bor, ket. Lekin aka, oyimga aytib yengil bo'ldi. Telefon qilsangiz kelaman. Yaxshi boring. Siz uyingiz bor. Masxara boz. Oyi! Siz aytgan qizga uylandim-u, menda nima ayb? Sen ham uyga yetalab kelding-ku. Uylanishingni bilgansan-da. Oyi, o'zingiz majburladingiz-ku. Men kelib uylanmadim-ku. Bo'ldi, yo'qolaring. Men keldim. Kela qol bolam. Voy. Magazinda bir narsalar qoldimi ish qilib? Yo'q, hammasini ko'tarib keldingmi, a? Ha, Toza charchading, a? charchab ketdim. Ular ham menga rosa narsalar olishdi. Tuzukroq narsa oldingmi ish qilib? Ha, kostyum shim oldim. Tufli, ko'ylak. Yaxshi bolam. Bitta ko'ylakmi? Yo'q, Ha. buvi. Keyin buvi aytmoqchi edim. Ha. Bularni taxlab beradigan bitta ofis bor. Ofis? Qutilarga solib, chiroyli taxlab beradi. Atiga 2000. So'mmi? Buvi, dollarda. $2000 korobkaga solib berganiganmi? Dada o'zi solib bermoqchilar. Tavba. Menga qara bolam. Ha, biz ham chiroyli qilib, selofanlarga solib, taxlab, sandiqqa solib berardik. Shart ekanmi o'sha korobkaga solish? Buvi, Instagramga rasm qo'yish kerak ekan. Voy bolam, hamma ko'rish kerakmi? Ich ko'ynakmi, usti ko'ynakmi, hammasini ko'rsatib. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Buvi, nima? 2000 u. Ana, Bolam, men o'sha $2000 undan ko'rachi ehson qilib muhtojlarga bergan bo'lardim. Bolam? Senga ham yaxshi bo'lardi, bizaga ham yaxshi bo'lardi, ularga ham yaxshi bo'lardi. Qara, shundoqqina korobkaga solib berishga. 20 millionmi o'sha? ha, undan ham ko'p. 25. 25, voy bolam, 25 millionga bilasanmi qancha odam ishlaydi? Bir soatga 25 million. Bir yil odamlar ishlaydi. Bu pulni olish uchun. Ha. Yarim soat qutida turadimi, yo'qmi? U qutini nima qilasan keyin? Qaytib olib ketishadi. Qaytib olib ketishga shunchami? Spektaklda bu, Yo'q, bitta spektakl. kiyim emas u, buvi. Hozir hamma shunaqa qilyapti. Patrlar ham bor. Ahmoqlar shunaqa qiladi. Mehnatkash odam bu ishlarni qilmaydi, xayoliga ham kelmaydi. Chunki ter to'kib o'sha pulni topadi. Yoki bo'lmasam och qolib o'tiradi. Ha. Bir necha yil. Tasavvur qil bolam. Yo'q, sendan hech kim qizg'anayotgani yo'q. Endi o'zi g'alati-da bolam.
olib chiqib bunda tashlavorgan bilan baravarda. Bitta yarimta muhtojga bo'lsa ham mayli edi. Voy, ajab zamon. Mayli buvi, o'zinglar bilasizlar. Ha, taxlimiz bolam, taxlimiz. Korobkani olib kelgin, o'zimiz qilamiz shuni. Doda, Ha, o'sha pulni o'zingga beraman. O'zing sarf qil biron bir narsaga. Biza chiroyli qilib taxlab beramiz. Aniq, bu nima degan gap, ha? Nima degan Bo'ldi, gap? kelishdik. Ketdim. Nechta korobka bo'lishini sanavaginda keyin olib kel. Bo'ldi, xo'p. Biza mazza qilib taxlab beramiz. Xo'p. Ketdim. Essiz pullar. Ko'rdingmi? Endi bilasizmi, men sendan o'taman, sen undan o'tasan. Kim uzdiga dey? Men tushunmayman. Tushunmayman bunaqa narsalarni. Biz sen bilan to'yimiz esingda bormi? Haligacha esimda bor qanaqa bo'lgani. Ko'chada haligi prezident bilan ko'chani yopib, maktabni stolovoydan stullarni olib kelib, o'sha yerda o'tkazdik, chiroyli to'y bo'lgandi. Chiroyli to'y qilgandik. Hech qanaqangi korobka ham yo'q edi. Bitta mashina bilan boruvdik senikiga. Voy, tavba qildim. Selofani ham yo'q edi unda. Selofan, setka bo'lardi bizni davrimizda. Yo'q, taxlab, oyim rahmatli hammasini sandiqqa solib, beozorgina bitta menga joyda qara. qilib olib Menga borganlar. qara, onasi. Oilalar borki bu ishlarni qilishi mumkin. Lekin oilalar borki, bu ikki dunyoda bunaqa ishlarni qila olmaydi. Bilasanmi? Bunaqangi to'yni ham o'tkaza olmaydi. Keyin buni o'g'li nima qiladi? Hasad qiladi. Keyin nima qiladi? Keyin borib pul topishga ketadi. Keyin jinoyatchi bo'ladi. Ey, dodasi. Odamlarga boylikni ko'z qilish kerak emas. Yashirib, sodda bo'lib yurish kerak. Bu hozir bizadan xafa bo'lishi mumkin. Qizg'onishyapti, qilib bermaydi dedi. Biz hazillashdik ham, to'g'ri ham gapirdik ham. Men qara. Endi qilishga qilamiz. Hali oila boshiga tushsin, ro'zg'or boshiga tushsin, ana undan keyin korobkani eslaydi o'zi. Bildingmi? Bularni o'z holiga qo'yish kerak. Aravani o'zlari tortsin. Tushundingmi? Tushunarli. Kenay. Ha, tinchlikmi Kenay? Yo'q, hammasi yaxshi. Nima bo'ldi? Akasi haqida hammasini bilasiz-a? Nimani bilaman? Xotini borligini. Menimcha hammanglar bilasizlar, bekitasizlar. Menga rahminglar keladi. Buni onasi yo'q. Yarim yetim deb, a? Yoki shuncha yildan beri endi homilador bo'lganimga rahminglar kelyaptimi? Nima deyapsiz Kenay? Najot, to'g'risini ayting. Men hammasini ko'rdim. Nimani ko'rdingiz? O'sha Shahnoz Rostonam akasi xotini. Bugun kasalxonaga bolani olib kelishibdi. Men ko'zlarim bilan ko'rdim. Nima deyapsiz Kenay? Bo'lishi mumkin emas. Balki akam yordam bergandirlar. Har doim bitta qizgami? Bittasigami har doim? Bu tasodif bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Nima uchun kasalxonada shuncha kasalxona bo'lib turib, men borgan kasalxonaga kelishdi? Siz Kenay akam bilan o'tirib bir gaplashing. Siz o'sha Shahnoz bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim. Hech qaysi tanolmayapti. Demak, yo'q narsalar.
oldingi o'ynashini toqqab chiqqani ham yo'narsida. Unisi sharmanda bo'lib qochib ketdi. Endi bunisini sharmanda qilaman. Akis keyin yana boshqasini topadi. Unisini sharmanda qilaman. Mening hayotim faqat shunaqa o'tadimi? Kene, men sizdan bitta narsani tushunmayapman. Akam boqib qo'yganlar. Uy joyiz bor. Qorningiz ochmas. Birovdan qarzingiz yo'q, kamchiligingiz yo'q. Nima kerak yana sizga? Boqib qo'yibdi. Boqib qo'yibdi. Ha, nima? Och qolasizmi? Men akiz bo'lmasa ham och qolmasdim. A bo'lmasam keting uyingizga. Qon qivordingiz-ku, kene. Nima xolayapsiz o'zi? O'zim dazmoq qilib olaman. Har kuni g'urbat. Oyjon. Habib akada nima ayb, nega ularni haydaysiz? Seni ham xabaring bormidi? Yo'q. Seni xabaring bo'lganda qo'shib qaytardim. Yo'q. Qanaqa bu? Yo'q, qanaqasiga bu? Oyjon, qon bosimingiz oshib ketadi. Iltimos, asabiylashmang. Asabim buzilib bo'ldi. Keling, massaj qilib qo'yaman. Yo'q. To'xtab turgin. O'tirmamda. O'tir. To'g'risini ayt. Sen bilarmiding? Yo'q, oyjon. Bilsam yetmaymanmi? Birinchi bo'lib sizga yetardim. Qara, menga aytarmiding? Bir og'iz ko'chaga chiqishdan oldin meni uxlatib qo'yib jo'naydigan odam bunga ham likillab borib kelgan bo'lsang kerak? Yo'q. Undachi o'g'lingiz olib ketdilar. Men aybim yo'q. Shaydo ham meni zo'rlab olib ketgandi. Bilasiz-ku, men sizdan hech narsani bekitmayman. Yo'q. Qanaqa bo'ldi bu bola? Yo'q, men sen shunchalik mensiz o'tqazish xohlabsan. Biroz kelib aytmaysanmi? Ona, men usiz yasholmayman. U meni hayotim. Agar o'sha bo'lmasa men o'laman desang, men senga oq fotiha berardim. U qiz ham yaxshi qiz u, oyjon. Gapirma uni. Agar uyga olib keladigan bo'lsa, ishonasammi? Bilsam nima qilaman? Kelsa, ana kelingiz desa, keti deb haydayman. Shunaqa yomonmi? Sen emas. Sen boshqasisan. Boshida bularni tarbiyasida xato qildim. Agar farzandli bo'lsang, hammasini tarbiyasini boshqacha boshlash kerak. Meni xatolarimni qilmayman. Navara tarbiya qilayotganda. Navaralar boshqacha. Men bolalarimni og'zdan chiqqanini berdim. Aytgan narsasini olib berdim. Mana senga. Ko'ngling o'ksimasin. Ko'ngli o'ksiydi. Habib biror narsa dedimi? Nima? Aytmadimi? Yo'q. Aytmagan bo'lsa. Bo'pti, bilmay qo'ya qol. Yana suv so'rayapti. Olib chiqa qo'y. O'tir. Oyjon, ko'cha issiq. Rahmingiz kelsin. Puli bor. Ko'chada suv to'la. Sotib olsin. Oyjon,
kirib dam olasizmi? Asablaringiz charchabdi. Yo'q, charchamadim. Men bilasanmi? O'zi charchabman. Dam ola qoling. Lekin olib chiqma. Men ham uxlasam maylimi? Uxla. Uxla olasanmi? Meni ham asablarim charchagan. Asabingiz charchadimi? Ashalim. Hey, olib chiqma. Xo'p. Habib aka, suv. Yuring, Oyjon uxladilar. Ichkariga. Ovqat yeb oling, keyin suv ichasiz. Ozgina uxlab olsinlar. Bo'lmasa uyg'onib ketadilar. Voy, Oyjon turibdilar. Sevinch, Labi Oyjon, ne ruxsatimsiz chiqding yeringni oldiga? chanqab ketgan edilar. Qorinlari ham och. Nima? Puli yo'q ekanmi? Bilib qo'y. Endi sen ham bu uyga kirmaysan. Voy, men nima qildim Oyjon? Bo'ldi, gap tamom. Kirmaysan. Ha, seni ham haydadilarmi? Sizga rahmim kelib ko'chaga chiqdim. Endi men ham ko'chada qoldim. Yaxshi-da. Eringni oldida bo'lasan endi. Alo, Najot, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? assalom. Yaxshimisan o'zing? Qayerdasan? Endi chiqdim uydan. Oyim nega telefonlarni ko'tarmayaptilar? Uxlayotdilar. Ha, yaxshimilar? Ozgina qon bosimlari oshgan ekan. Nima gap? Uyga borsam, kenayim ham yig'lab o'tirgan ekanlar. Nega? Kimi bolasini kasalxonaga olib borgandingiz? Obbo. Keni buni yana qatdan bilibdi? O'sha kasalxonada ekanda kenayim, ko'ribdilar. Shu kenayim boru. Qayerda bo'lsa ham ko'rib qolaverar ekanda. Siz ham ehtiyotingizni qilmaysizmi? Kim edi u aka? Tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik. Anu buxgalter boru Shahnoz. O'shani bolasi yo'qolib qolgan ekan. Ha, Keyin boruvdim. Yordam beramanmi deb, endi eri ham yo'q, u bilasan. Yiqilib tushibdi daraxtdan. O'shanga doktorga olib bordim. Nuqul mashunaqangi bo'lyapti-da. Kenay meni ikkinchi xotini bor, o'ynashi bilan yuribdi deb o'ylayapti. aniqda bunaqa o'ylash aka. Men qara, sen kelib qarashib olmasang, men bu yerda juda ham ish ko'p. Xo'p, Ulgura olmayapman. kechroq boring, kechroq. Hozir kelin bilan ko'rishim kerak edi.
Kechroq nechiga kelasan? 8-9daga boraman. Ha, namuncha tezlashtirsang bo'lardi. Bo'shab oling, bugun ozgina ishlarim ko'proq edi qiladigan. Ha, bo'pti. Kelarsan. Xo'p. Xo'p. Bu yerda nima qilyapsizlar? Sevishyapmiz. Meni erim sizdaqa emasdi. Sizlarga juda havasim keladi. Kamol akam unaqa sevishni bilmaydi, romantik emaslar. Habib aka, ularga ham o'rgatsangiz bo'lar ekan. Menga qarang. Siz meni oldimga kelyaptimiz? Yo'q. Astag'firulloh. Halima xolam oldiga kelgandim. Halima xolani oldiga kelgan bo'lsangiz, meni eshigimni nega taqillatyapsiz? Borib Halima xolangizni eshigini taqillating. Voy bu, xo'p. Tavba. Xo'p, mayli, sevin chiqing. Halima xola, Kim? men so'raman xola. Tez kir. Tezroq. Nega ular mashinada o'tiribdi? Haydab yubordim uydan. Nega? Asabim ketdi. Shunga. Yaxshilab tarbiyalayapman. Ne chiqding? Ano, tuzlamalaringiz bor-ku. O'shandan yegim keldi. Podvalga 300 hammasi bor. Xohlaganingni ol. Rahmat xola. Ko'p katta odamlarni shunaqa qilib tarbiyalaydimi? Boshqacha yo'li yo'q. Shunaqa. Bor tuzlamayni ol. Menga aql o'rgatasan. Xo'p. Ha? Haydab borishdimi? Oyim haydab yubordilar. Men nima degandim sizga? Oyingiz meni tan olmaydilar deganmidim? Ajrashamiz. Nima? Nima ajrashasan? O'zi zo'rg'a erishdimi senga? Meni ajrashadigan xotinim yo'q. Onam jahl ustida haydab yubordilar. Bugun tan olmagan bo'lsalar, ertaga kechirib hovurlardan tushib qabul qiladilar. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Umid oxirgi bo'lib bo'ladi. Men esa umid qilishdan to'xtamayman. Yaxshi gumonda bo'laylik. Qolaversa, bu tayoq bir meni boshimga kelib sinmadi. Nima? Akamni ham haydab yubordilar. Akangizni nima haydaydilar? Bilib turib aytmaganlari uchun. Bu esa nimadan dalolat? Seryozni haydamaganlardan dalolat. Shunchaki holatdan kelib chiqib, nimadir qaror qabul qilishlari kerak edi. O'zingiz aldayvering. Yo'q, unaqa emas. Senga dars bo'lsin deb shunaqa haydab yubordilar. Senga emas, menga. Akangiz qayerdalar? Uyda? Eshik tagida. Qachon oyim kirgizarkan deb mashinasida o'tiribdi.
Akamning holati umuman o'zi hozir so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi ekan. Kino. Bir nechta kinolar. Xatiko, ana buyuk Usmon, Vikinglar. Nimaga Usmon, nimaga Vikinglar deyishing mumkin-da. O'sha davrlarda ham farzandini taxt uchun Vikinglar nimaga desang, meni o'ldirish uchun. Siz nimaga keldingiz? Akangiz bilan o'tirsangiz bo'lmaydimi? Endi meni uyim bor. Xotinim bor. Ko'chada, mashinada qolib ketmaganman. Ovqat qilamizmi? Qornim ochdi. Mayli. Nima yeysiz? Nima qilib berasiz? Lag'mon. Tuxum qovurib beraman. Tuxum yuvurib, tuxum bo'lib qolmasam bo'ldi. Voy, Shaydo, qalaysan? Yaxshi, o'zinglar qalaysizlar. Yaxshimisan? Ha, aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qani? Yo'q, oyim ikida kerak. Voy, ha, nima qilyapsizlar bu yerda? Keningni tarbiyalayapman. Iye, boshlandimi? Nima boshlanish kerak? Tarbiya. Boshlandi. Nima ishing bor sening? Kendimni xafa qilmang. Bo'pti, men ketdim. Oyim shunaqangi sog'indim. Sizlar kirmaysizlarmi? Sen kiraver, biz hozir kiramiz. Kema? Bo'pti. Men oyi oching. Assalomu alaykum. Tez kir. Ular qolib ketishdi-yu, kirmaydimi? Yur. Oyi. Ha, yur, ko'p gapirma. Kel qol. Ha? Oyi, keling. Ha? Qani ilohim. Nima qilsin? Itga o'xshab killaysan? Amin. Oyi, to'xting. Ha? Oyjon. Hidli. Nima qilyapsan? Oyjon. Oyi, sizni hidingizga bosh qorong'i bo'ldim. O'zichi kecha metroning hidiga bosh qorong'i bo'ldim. Voy xudoyim. Keyin kechasi metroga chiqdik. Astag'firulloh. Keyin metrodan 12 dan keyin haydab borishdi. Ertalab ko'zimni ochsam sizni hidlagim keldi. Voy. Menga qara, anta tarqatamanda 5-6 kiyimlarimni qo'yib qo'ygandim. O'sha ko'ynalarni berib yuboraman, killab yotasan. Hozir bittasini bering, kiyib oling. Hey, jonim mana. Asalim mana. Keyin kiyib ketaman. Voy, bo'ldi. Odam g'ash kelyapti-ya. Mushu bisan? Oyjon. Boshqa payt quchoqlasang g'ashim kelmasdi. Killab quchoqlaganga g'ashim kelyapti. Oyi, chidab turing endi. Hop, chidayman. Ovqat tayyor. Ovqat yeysanmi? Yo'q, menga ko'ylagingiz kerak. Ko'ylagimni beraman. Hozir. Hozir beraman. Kiyib olasanmi? Hozir. Oy, to'xtang. Sizni hidlab ketdim. Voy xudoyim. Qattiq bunaqa bo'lib qolding-a? Shunaqa ham bo'larkan. Oyijonim. Parkni maza qilib aylanamiz. Meni kuzatinglar. Salom, yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy, Xayr hammaga. nima qilganingiz bu? Bo'ldi, yig'ishtirib turaymi o'yingni? Voy, Yo'q endi Instagram. nimaga yo'q ekan? Shuncha podpischigim bor meni. Endi eringdan boshqa hech kim bo'lmaydi hayotingda. Qarang-a.
Nima bu? Voy. Shamol kirib turadi. Tugmachasi tushib qopti. Qatga tushib ketibdi. Bilmayman. Xotinim yo'q deb tikib beradigan. Kelingiz bor, opangizlar bor. O'zingiz qo'lingiz nimaga kerak unda? Men narsa tikmayman. Erkak kishiman. Shunaqami? Hmm? Demak, ayol kishining ishi bu. Ha? Bitta savol beraman, maylimi? Ber. Paypog'ingizni kim yuvadi? Kir mashina. Men erga tekkanimdan keyin erim o'zini paypog'ini o'zi yuvadi. Keyin kelishib olarmiz. Ishi bo'lishib olamiz. Agar men ertalabdan kechgacha uyda ish qilib, ovqat qilib charchasam, o'zimga qarashga vaqtim bo'lmaydi. Voy, seni vaqting bo'ladi. Hamma uy ishlarini keyin ham senga tashab qo'ymaydi. Ikkita kelinsizlar, bo'lishib qilasizlar. Qarang-a. Er nima qiladi? Pul topadi Bo'ldimi? va sevadi. Bo'pti, qarang. Siz pul topasiz-a? Men ertalab turaman, hovli supuraman, uy tozalayman, kir yuvaman, dazmol qilaman, ovqat qilaman. Sizdan ko'p ish qilar ekanman. Menga kim oylik to'laydi? Men? Nech pul? Voy. Sen kelishyapsan men bilan? Kelishyapman. Yoki meni ishlarimga qarashasiz, yoki kunora meni ko'chaga olib chiqasiz. Xo'p, bo'pti. Aniqmi? Bo'ldi, ko'chaga olib chiqaman. Aniq-a? Aniq. Qarang-da. Bo'ldi. Men-chi bilasizmi bu yerga nimaga kelaylik dedim? Nimaga? Erga tegsam, erim bilan mashta poyga o'ynayman deb orzu qilgandim. Qatta? Ana mashinalar bor-ku. Rostakasimi o'ynaymiz xohlasang? Yo'q. Menga o'shanisi qiziq. Mayli, yurchi. Rostdanmi? Albatta.